Real Sociedad Barselonadan 3 ochkoni oldi. Navbatdagi o'yinimizda bo'ldi. O'yinni unutamiz, u tarixda qoldi. Navbatdagi o'yinimizda UEFA Chempionlar Ligasi Slavia Barselona o'yini bo'lib o'tadi. 21-dan 22-o'tar kechasi soat 1da yana o'yinimiz. Bu degani chorshanbadan payshanbaga o'tar kecha soat 1da Slavia Barselona o'yini bo'lib o'tadi. Ko'ramiz, bu safar Barselona yorib olish kerak endi. Chunki bizani shunday g'alabali seriyamizga nuqta qo'yib qo'ydi. Real Sociedad bu chempionatlarda bu joylarda endi faqatgina g'alaba qozonish uchun o'ynash kerak ketdi. Bu safar Barselonani raqibi Slavia. Bu klub haqida bilmadim to'g'risi. Tanishib chiqish kerak. Yana mehmonda, safarda Barselona harakat qiladi va g'alaba uchun gol urish kerak. Faqatgina g'alaba uchun o'ynasa yaxshi bo'ladi. Ko'ramiz, lekin raqibga aytganimdek kam baho berish kerak emas. Faqatgina Viska Barsa, Viska Kataloniya go yutamiz bu safar endi.